ketdi va hamster kombat o'yinchilari zombilarga aylanib qolishdi. Notk o'yinchilari esa endi tirik qolishga majburlar. Men esa umuman undan ham bundan ham emasman. 3 kundan beri karantin, uyda ovqat qolmadi, nima qilishni ham. Kim u? Bu men. Janob Abraham, tirikmisiz? Ha, albatta. Yo'q-yo'q. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Xo'sh, boshingizdagi nima? O'zingni boshingdagichi. Qaysi ma'noda? Senda ham shunaqa narsa turibdi. Boshimdami? Ha, bir qara. Nima? Tushunmadim. Bu qayerdan paydo bo'ldi meni boshimni deb. Stop, axir nimaga sizda Notcoin, menda esa Femcoin? Bilmasam, balki Femcoin ishlaganing uchundir. Stop, tushunmayapman, nima bo'lyapti o'zi? Xullas, ishlar juda ham chatoq. Virus haqida aytishayotgandik. Bu kim bo'lgani? Chiqmasligingizni tavsiya qilib o'tamiz. Mana bir haftadirki bizda karantin davom etyapti. Noma'lum virus Telegram bo'ylab tarqalib bormoqda va hamma hamster kombat o'yinchilarini zararladi. Ular hammasi zombiga aylanib qolishdi. Biz hayronmiz, qanday bunaqa ishlar bo'lib ketdi, ammo uydan chiqmaganingiz va asosiysi hamster kombchilarning oldiga bormaganingiz ma'qul. Uyda qolishmish, uydan ketamiz biz. Qayoqqa ketamiz? Bilmadim, lekin biror yerga borishimiz kerak. Nima uchun? Chunki ko'cha to'la jin-urgur hamsterchilar, nima qilishni ham bilmay qoldim. Lekin men ko'rmayapman birortasini ham. Orqamdan kelishgandi. Nima qilamiz endi? Endi bu yerdan ketishimiz kerak. Lekin qayoqqa boramiz? Shahardan tashqariga, chunki shahar to'la hamsterchilar. Butun dunyo axir hamster o'ynaydi. Nima qilamiz? Bilmasam. Va undan tashqarisida ham tepangizda mana Notcoin turibdi. Ha, bo'pti, ketdik. Okey. Xo'sh, ketdikmi? Ha, ketdik. Yo'-mo'yo, ko'ryapman, bularning ham tepasida turibdi. Buni serverimiz admini qilib qo'ydi. Yo'q-e? Zararlanganlar va zararlanmaganlarni bilish uchun tushunarli. Yo'-mo'yo, aytgancha qurolni qayerdan oldingiz? Ana yerda ham turibdimi? Kelyaptimi? Kelyapti. Hozir otaman. Yaxshi. Qurolni qayerdan oldingiz? Bir hamsterchi politsiyachidan. Tushunarli. Unda keling uyga hozir kiramizda, hamma kerakli narsalarni olib, keyin yo'lga chiqamiz. Bo'ladimi? Ovqat qidiramiz. Xuddi shunday qilamiz. Men esa tushunursiz, menda Femcoin. Joyi, hech bo'lmasa hamster emas. Shunga ham rahmat. Xo'sh, men rejam shundan boradiki, hozir biz shaharning markaziga boramiz. Keyinchi o'sha yerda mayda-chuyda sotadigan do'konlar qator bor, bilasanmi? Qurol do'koni to'g'risi. Ana o'sha joyga borib narsalarni olishimiz kerak bo'ladi. Nima narsalar bor u yerda? Mayda-chuyda sotadigan do'konda ancha-muncha foydali narsalar bo'lishi aniq menimcha. To'g'ri aytasiz. Qolgan do'konlarchi? Ularni ham bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bo'ladi. Mana vodkani ham oldim. Spirt o'rnida ishlatishimiz mumkin bo'ladi yaralansak. Xo'sh, yana nima olay? Men montirovka ko'rdim qulor sifatida, lekin albatta bu yerda pichoq bor ekan, pichoqni olmadim. Montirovka yaxshiroq, xuddi Gordon Freemandek bo'lasan. Xuddi shunday bo'laman. Ajoyib. Hammasini oldingmi? Oldim montirovka va bo'ldi, ketsak bo'ladi. Aytgancha, qadrli obunachilar, bunaqangi videolar ko'proq chiqishini istasangiz kanalga obuna bo'linglar. Kim bilan gaplashding? Buni nima desam ekan? Ahamiyati yo'q. Bo'pti. Ketdikmi? Ketdik. Olg'a. Faqatgina zombilar kelib qolmasa bo'lgani. Zombilar emas, hamsterchilar. Hamsterchilar. Xo'sh. Bo'ldi, hech kim yo'q, ketdik. Ajoyib. Qara, sen oldinda yurasan. Zombilar senga chalg'ib, seni quvishni boshlashadi. Men esa ularni otaman. Yo'q-mo'yo, okey. Biroz xavfli eshitilishi mumkin, lekin xavotir olmang. Yaxshi bo'ladi. Men sizga shuni ma'qul, siz bilan 5 yildan beri birga ishlaymiz. Demak, ketdikmi? Ketdik. Zombi apokalipsis, hamster apokalipsis, xuddi shunday. Notcoinchilar va Femcoinchilar zombilarga qarshi. Xuddi shunday. Aytgancha do'stlar, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Nima? Zombi. Yo'q-mo'yo, ro'sinim. Unchalik yaqin borma. Nima? Yo'q-mo'yo, urdi. Jin ursin, og'irdimi? Juda ham og'irdi. Hali xotin olsang, buni o'rganlari hech narsa bo'lmay qoladi. Yo'q-mo'yo, nimalar deyapsiz? Undan ko'ra Telegram kanalimga obuna bo'ling. Zaynab qilar ekansan, obuna bo'ling. Obuna bo'lganman. Bu yaxshi. Mana zombiyani hozir otaman. Yoniga borchi. Okey, oting. Yaxshi, -1. Aytgancha darb. Ana shu yerda tepada noqonuniy qurol do'koni bor. Ana shu yerga chiqishimiz mumkin. Yo'q-mo'yo, ana tarafda, Senursan eshitgandim bir marta Vinst ustimdan, lekin yo'q-mo'yo, bu yerda zombilar ko'p ekan. Hozir hammasini otaman. Okey, mana yaxshi otavering, men esa yoningizga olib kelaman. Bu yerda zombilar uchta jin ursin ko'p ekan. Yo'q-mo'yo, xo'sh, qani, oppa, yaxshi, o'la qol. Jin ursin, bular ko'payib ketyapti. Yo'q-mo'yo, janob Abraham, oting bularni. Kelyapti yonimga. Jin ursin. Ushlab olmadimi? Yo'q. Yaxshi, unda ketdik qurol do'koniga. Okey, faqat ehtiyot bo'ling, meni otib qo'yishingiz mumkin. Undan tashqari zombilar meni urib tashlashyapti. Bu ketishda yiqitib qolishsa ham hayron qolmayman. Ana shu yerdami? Sal keyinroqqa. Okey, derb, siz qilma, hozir qurollar oramiz va hamster apokalipsisdagi eng zo'r yigitlarga aylanamiz. Aytganingiz kelsin. Xo'sh, qanaqa yerga? Mana shu narvondan tepaga chiqish kerak. Okey, sen chiqaver, men esa pastda seni qorovlab turaman. Okey, agar tepada odamlar bo'lsa-chi? Odamlar bo'lsa qochib turish. Xo'p, bo'ladi. Chinursan. Hech kim yo'q degan umidda. Yo'q. Nima bo'ldi? Bu yerda hamsterchilar bor ekan. Jin ursin. Hozir sekin. Yo'q-mo'yo. La'natlar, hozir meni ushlab olishadi, qochishim kerak. Yo'q-mo'yo.
bo'ldi tepaga de mana bu yerga chiqa olmaydigan umiddaman. Qancha shundan tushib kelish to'g'ri bo'ldi. Bu yer hamma yoq qon bo'lib yotibdi. Janob Abraham yordam kerak. Nima odamlar bormi? Odamlar yo'q, hech kim yo'q. Yaxshi qurol. Jin ursin. Qoch ket bu yerdan. Ket. Hamsterchilar ketinglar. Menga hujum qilishmayapti. Bo'ldi. Yo, yaxshiyam hamster o'ynamabman. Xo'sh, bu yerda nima bor? Oppa, mana buni olamiz. Drabovik uchun patronlar. Yaxshi. Hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini. Bu yoqqa hozir sizlarni yondirib tashlayman. Jin ursin. Qani? Ajoyib. Hozir uxlab olsam bo'lgani. Shu bilan zombi hamsterlarga tamom. Mana ajoyib. Bir o'q bilan ikkitasini va uchinchisini ham zo'r bo'ldi. Xo'sh, endi tezroq qurollarni topshirish kerak. Yarmini Janob Abrahamga va shu bilan ketsak bo'ladi. Bu yerga Janob Abraham, hammasi yaxshimi? Ha, qurollarni topdim. Ajoyib bo'ldi. Hozir endi ularni olib chiqsam bo'lgani. O'zimga M4 bo'ladi. Xo'sh, Scar esa menimcha ko'proq Janob Abrahamga yoqsa kerak. Kalashni Janob Abrahamga beramiz. Xo'sh, patronlar pistolet uchun. Xo'sh, bu esa menga. Ajoyib. Endi bularni hammasini hozir bo'lishib olamiz va shu bilan yo'lda davom etsak bo'ladi. Ikkinchi vazifamiz ovqat topish. Janob Abraham, qurollarni olib tushdim. Bo'la qolchi, nimalar topding? Scar, AK-47 va M4. Ajoyib, Scar menga. O'zim ham shuni deysiz deb o'ylagandim. M4 menga hopmi? Albatta. Pritsel ham bor, yomon emas. Menimcha Scarniki ham bo'lishi kerak. Scarniki ham bor ekan. Mana kalash va Scar sizga. Undan tashqari pistoletingiz uchun 16 ta magazin topib chiqdim. Mana sizga yana 19 ta magazin, vintovkalar uchun va patronlar pistoletga. Mana kalashni ham olishingiz mumkin. Ajoyib, endi tirik qilishimiz aniq. Faqatgina yetuk bo'lish kerak. Zombilar yana kelib qolgan bo'lsa kerak hovuzlarga. Menimcha kelishgan. Men tayyorman. Senchi? Men ham tayyorman. Ketingmi? Hamsterchi zombilarni yo'q qilishga. Olg'a. Ajoyib, faqatgina ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aks holda men hali o'lish niyatim yo'q sizga aytsam. Meni ham o'lish niyatim yo'q. Olg'a. Mana aytganimdek kelib qolibdi. Yaxshi, hozir otamiz. Okey, qani bunisi ham ola qol yaxshi minus. Ajoyib. Siz ham otavering. Faqat ehtiyot bo'ling, meni otib qo'ymang. Yonginamdan tushib o'tdi. Ehtiyot bo'laman. Aytgancha meni drabik bor. Yo'q. Xo'sh, shundan tashqari yondiradigan patronlar bilan. Yomon emas. Bir otib ko'rsatchi. Shoshma, bu zombi meniki. Okey, oling hozirmi? Yaxshi, siz ham skaringiz ajoyib. Hozir sizga ko'rsataman qanday bo'lishini. Bo'la qol olg'a. Mana, yomon emas. Faqat ehtiyot bo'lish kerak. Daraxtlarni yoqib yuborma. Butun shahar yonib ketmasin. Nursin. Bo'ladi. Daraxtlardan ehtiyot bo'lish kerak. Lyuboy yonadigan narsalarni yoqib borishi mumkin. Mana senga yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Rembo bizni shahar Rembosi. Ajoyib. Xo'sh, endi oxirgilari ham qoldi. Yaxshi. Endi bunisi ham o'tish kerak bo'lishi mumkin. Xuddiki lazer o'qlardek ekan. Xo'sh, bunisini ham va ola qol. Menimcha qurol do'koniga kirmasak ham bo'ladi. Yo'q, axir yordamidan ham zo'r qurollar topishimiz mumkin. To'g'ri aytasiz. Endi esa do'konga kirsak bo'lgani. Menimcha tepada zombi borga o'xshayapti. Ovozini eshityapsanmi? Devordan baqirishlari eshitilyapti. Hozir kirib ko'raman. Men esa pastdagi do'konlarni tekshiraman. Okey. Xo'sh. Ajoyib. Janob Abraham aytgandek, shu yerda ham zombilar. Okey, hozir ko'rsatlar. Mana. Qani kelchi, yaxshi va bu yerda yomay o'qitib qo'ysa ekan. Bo'ldi. Xo'sh. Endi esa qani jinursin. Bo'ldi. Yaxshi, endi bunisi ham ol. Okey, mana senga faqatgina polkada ko'p narsa bor ekan rostini. Bularning hammasini jinursin yondirib yuborsam bo'lgani. Xo'sh, Janob Abraham qayerda qoldi ekan? Janob Abraham, shu yerdamisiz? Janob Abraham, shu yerdaman. Qanisiz? Pastdaman. Okey, nimalar topdingiz u yerda? Ancha-muncha foydasiz narsalar. Senchi? Bu yerda narsalar ko'p. Okey, unda hozir men yana birorta do'konni ko'rib chiqaman. Sen esa ishingni davom et. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Eski narsalarni hozir terib chiqamiz. Bizga foydasi tegadigan narsalarni. Xo'sh, bu yerda Coca-Cola bor ekan. Yaxshi, bular kerak bo'ladi. Umid qilamizki, Janob Abraham ham narsalarni topa oladi foydalisidan. Undan tashqari, do'stlar, videoni joyiga ko'rib kelgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'linglar. Shunda yangi videolarni o'tkazib yubormaysizlar. Aytgancha, yuk xaltani ham olish mumkin, chunki yuk xaltani ichiga narsalarni solsak, Janob Abrahamga ham qo'shimcha narsalar olib ketish mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu aptechkani olamiz. Bu yerda yana dorilar va qanaqadir damlamalar. Bularni tushunmadim nimaligini. Xo'sh, o'yinchoq vertolyot, sandiqlar, bolta, molotov. Yo'q, bular bizga kerak bo'lmaydi. Kubik bu yerda. Xo'sh, bu yerda konservalar. Nima yonilg'i tushunmadim. Axir bu mayda-chuyda eski do'koni. Albatta yonilg'i ham bo'lsa kerak bunday do'konlarda. Xo'sh, non ham olamiz. Yaxshi, menimcha bo'ldi. Foydali boshqa narsa kerak yo'q bizga bu yerni. Okey, yaxshi. Bu yerda esa vodkani olamiz. Qani vodka bizga kerak bo'ladi. Faqatgina bayram qilish uchun emas. Xo'sh, Janob Abraham, narsa topdingizmi? Afsuski, hech qanaqangi foydali narsa yo'q ekan. Janob Abraham, shu yerdami dedingiz? Hech narsa topa olmadingiz. Axir bu yer bo'sh ekan. Qidirib ko'rdim, hech narsa yo'q. Tushunarli. Mana sizga yuk xalta.
yaxshi, topgan narsalarimni shu yerga joylayman. Axir hech narsa topmadim deganingiz. Topdim, lekin boshqa do'kondan. Tushunarli bo'pti. Mana vodka, tak, aptechka, bular yaxshi. Suv, xo'sh bo'ldi. Jinimsin bitta suv. Yo'q, mana borib qoldi. Sol bo'ling xaltangizga. Xo'p, bo'pti. Olg'a, endi qayerga ketamiz? Endi esa menimcha yana nima qilishim mumkin? O'ylab ko'rish kerak. Aytgancha, mana bu yerdagi korobkalar turgan joy menga yoqib qolgandi. Shuni keling tekshirib chiqamiz. Balki korobkalarning ichida biror nima bordir. Bu yer shunchaki korobka topshirish joyi. Bu yerda foydali narsa yo'q. Yo'q, faqatgina karton korobkalarmi? Ha, albatta. Tushunursan. Eshitdingizmi? Shuni bekor qildik. Baribir ham qurol topolmadik. Hamma yoq qon bo'lib yotibdi. Nima kerak? Ko'raylik-chi, nima qilishyapti ekan, kim ekan bular? Nima qilasan? Bular ham notkoinchi ekan. Yo'q, ha. Nima? Axir tirik odamlar. Nima qilamiz unda? Bilmadim. Orqalaridan boraylik-chi, qayerga borishar ekan? Bo'pti. Kuzatamizmi? Faqat ikkita bo'lish kerak. Bu yerga qarab qolishmasa bo'lgani, ikki kishi bo'lib ketishyapti. O'sha podyezdlarga yashirinib turganimiz ma'qul. Jismsin. Hech qayerga ketishyapti ekan, bilmasam. Tezroq orqasidan borishimiz kerak. Hozir burishdan o'tib ketishsa, yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Ha, to'g'ri aytasiz. Yugur. Chinursin, balki bormasmiz, Bo'ldi, endi oxirigacha olib borish kerak ishni. Ha, to'g'ri aytasiz. Keting qani. Nima qilishar ekan? Bular yuryapsizmi orqamdan? Albatta. Yaxshi, qolib ketmang yana. Qolib ketmayman, xavotir olmang. Chinursin, qo'rqyapman shunchaki. Hech qisi yo'q. Palatkalar. Qiziq. Bu yerda qanaqadir odamlarni ko'ryapman. Qanaqangi odamlar? Bizga o'xshagan notkoinchilar. Men albatta femkoin, lekin buni unchalik ham katta ahamiyati yo'q. Salom yigitlar. Bu kim bo'ldi? Biz hozirgina do'stlaringizni ko'rib qoldik va orqangizdan keldik. Biz sizlar bilan birgalikda tirik qolmoqchimiz. Sizlar ham notkoinchi ekansizlar, bizlar ham mana do'stim notkoinchi, men esa sizlardan emasman, lekin menimcha buni ahamiyati bo'lmasa kerak. Qani kelchi, kirishim mumkinmi? Eshik ochiq. Ha, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Salom. Biz sizlar qurol do'konidan chiqib kelayotganingizni ko'rdik va yoningizga keldik. Ha, men seni sezdim. Shunchaki nima qilar ekansan dedim. Okey. Bu odam kim bo'ladi sizga? Bu meni ukam bo'ladi. Ukangizmi? Ha, bu esa meni do'stim. Sizlar hammangiz notkoinsizlar, albatta men notkoinchi emasman. Unga e'tibor bermang. Shunchaki biroz qo'pol. Ha, hech qisi yo'q. Janob Abraham, kira qoling. Kirmayman. Okey, xullas, bizlar bilan birga tirik qolmoqchisan. Buni aytding. Ha, xuddi shunday. Tushunarli. Bizda odam shundoq ham kam va bilasanmi? Ko'zlaringdan bilinib turibdi, bizga yordam berishing mumkin. Tushunarli. Undan tashqari niqobing bor ekan, xuddi biznikidek, xuddi bizni o'gay ukamizdeksan. Gapingizga qo'shilaman, bizga o'xshaydi. Katta rahmat kompliment uchun. Ishga o'tsak bo'ladimi? Xullas, bizga yordam kerak. Qanaqangi yordam? Kasalxonaga borishimiz kerak. Kasalxonaga? Ha, meni o'g'lim kasal. Xo'sh, unga yordam kerak. Yordam? Ha, faqat afsuski bu yerda yaxshi otishni biladiganlar unchalik ham ko'p emas. Sen va do'stingiz esa tajribangiz borga o'xshaydi. Ha, tajribamiz bor, lekin shuncha odam turibdi-ku. Ha, lekin gap shundaki, ular yaxshi otishni bilishmaydi. Agar chetga o'tsak, senga hammasini batafsil aytib berishim mumkin. Tushunarli. Demak, sizlarga men va do'stimning yordami kerak. Evaziga esa meni jamoangizga olasizlar do'stim bilan. Ha, xuddi shunday. Chetga bo'lsa chetkada, qayoqqa borishimiz kerak? Shu yerdan chap tarafga. Okey, xo'sh. Bu yerda mashina bor ekan. Ha, gap shundaki, bizda afsuski yonilg'i yo'q. Bu mashina bu yerda biz kelgan vaqtimizdan beri turgandi. Bu yerda qanchadan beri o'tiribsizlar? Deyarli 3 kun bo'ldi. Okey, tushunarli. Ha, 1, 2, 3, ha, juda ham ko'p odam ketar ekan. Gap shundaki, bu yerga bor yo'g'i 6 ta odam ketadi. Biz esa shahardan qochib ketmoqchimiz. Ha, biz ham rostdan ham 6 ta tepasiga odam o'tkazish mumkin. Bizda esa necha kishi bor ekan, xo'sh? 1, 2, 3, 4, 5, men bilan 6, 7 ta. O'g'lingiz bilan 8 ta. Ha, gap shundaki, bilasanmi, chetga o'tganimiz ma'qul. Okey, chetga bo'lsa chetkada. Xo'sh, nima deysiz? Xullas, bu odamlarni ba'zilari umuman ishga yaramaydigan ishonchsiz odamlar. Tushunmadim, nima demoqchisiz? Masalan, orqamdagi ofis kiyimidagi yigitga bir qara. Qaysi? Ofis kiyimida ko'rmayapsanmi? Ko'rdim, soqolli. Ha, gap shundaki, u qurolni eplab bosishni bilmaydi. Biz shuncha harakat qilsak ham baribir ham bir ishni eplay olmayapti. Xo'sh, keyinchi? Xullas, oq kiyimlikni ko'ryapsanmi? Niqobda. Ha, u esa sotqin. Biz uni do'stlarni qurollarini pulga sotib oldik. Yo'q, do'stlarni sotdimi? Ha, albatta, yaxshi ish qilmadik, ammo tirik qolish uchun nima ham qilardik? Bizga rad javob berishi mumkin edi. O'zi rozi bo'ldi va jamoamizga ham qo'shildi. Tushunarli. Ularni do'stlarini sotgan, bizni ham sotishi aniq. Xullas, ularni qoldirib ketamiz shunda. Men, ukam, sen va do'stingga joy bo'ladi mashinada. Tushunarli, lekin nimaga aynan men? Bilasanmi, men odamlarning ko'ziga qarab yaxshi yoki yomonligini bilaman. Sen juda ham yaxshi yigitga o'xshayapsan. Shunaqami? Ha, bor do'sting bilan kelish. Ha, shunday qilaman hozir. Xo'sh, siz kutib turing. Xo'p.
Janob Abraham bunchalik ahmoqona ot bo'lmasa. Onang esa boshqa fikrda, bo'tam. Onamga til tegizma. Yoshda nima bo'ldi? Xullas, chetga o'tib gaplashadigan gap bor. Jinursin. Hop, ketdik. Juda ham muhim, yuring. Hop. Jinursin. Xullas, janob Abraham.